Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz taharet münasebet mezmunlar hakkında toxtalayotgan bugünkü bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh mundaq deydi. Çochqa hilal qilish teriga suv o'tdi deb ishonch qilgan vaqtida uning keyin shu badanga yoki chochqa suv quyish haqidagi bab deydi. Bu yerdagi hilal deganimiz shu barmoq nem deb yo'l qilib soqolniki yoki shu chochniki orasiga qo'lni geralashtirib ulaymiz. Ishiga kirgizimiz. Qo'limizniki yo'ldagi nem chochning ostidagi teriga yetsin deb qiladigan bir avol. Yani demak buningda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki bir qilmishini tasvirlash kerak. Bu babdagi mazmun shu hadisdan ilingan ifoda bu. Ba'zi tahlil shi'ri, ba'zida tahallul shi'ri deb mandam keladi. Bu hamda 272 numaralı hadis. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Abdan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Abdullah xabar bergan deydi. Bu kishi deydi bizga Hisham ibn Urva dadisi Oyisha onamiz rivoyat qilgan deydi. Bu hadisdagi ravilarning tarjimalarining hammasi boshda bir qo'r so'zlab o'tgan. Oyisha onamiz deydi Payg'ambar alayhisolatu vasallam jinobatdan juyinmoqchi bo'lsa, yani demakchi bo'lgani araylik munosabat qilgandan keyin junub holatida masalan juyinmoqchi bo'lsa, avval ikki qo'lini yuvadi, andin namozga tarat olgandek tarat oladi, andin yani shu juyinishga doir ishlarni qiladi dedi. Andin qo'li bilan sochlarini hilal qiladi. Yani barmoqlarini yo'llab sochning uliga asta-astaga qo'lini ulab kirgizadi demakchi. Endi bu suv teriga yetdi, ter nem bo'ldi deb ishonch qilganda yoki shunaroq tuyg'u kelgan vaqtida andin 3 qatim suv quyadi dedi boshqa badanga. Undan keyin andin badanlarni umum badanni yuvadi deb bu rivoyatni bayon qilib o'tgan. Ama hem de 273 numaralı hadisdagi rivoyatda Oyisha onamizniki so'zi dalil qatorida keltirib İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Oyisha onamiz shundoq degan deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan men bir teshtakni jo'natdik-da. Bu teshtakni biz tanglam ba'zi vaqtlarda tang suv olatdik, shumlab olatdik deydi. Demek bu rivoyat orqali İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Oyisha onamizniki bu Rasulullohning tarat olgan shakllarini nihoyat tafsili ravishda bayon qilib bermoqchi bo'lganligini, naq maydonda ko'rganligini, ikkisiniki tang juyingan holatida bu nihoyat iliq ham rostchil ham nihoyat inchga ishonchlik ma'lumot degan ifodani berish orqali shu 273 numaralı hadisni bu yerda keltirgan. Yuqoridagi hadislar bir qo'r boshda o'tgan hadis, lekin boshda tarjimalda boshqa mazmunni qo'llangan. Bu yerda yana boshqa mazmunni qo'llanyapti. Bu hadisdan biz oladigan mazmunlar qaysi degan vaqtida bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki bu pokizlikka ahamiyat berganligi, bu pokizlik bo'lsa islomning muhim ko'rsatmalaridan deb chiqib turibdi bu mazmunda. Uningdan boshqa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki suvni isrof qilmaydigan holatini o'rganish tegishli bu tarafdan. Agar birisi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki qandoq juyinganligini nihoyat atrofli holatda tushuntiryapti. Mana bu bizniki o'rnak ilishimizga tegishli nuqta. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.